Mansur opam bilan bir hafta taqdimot jarayonidan oldin bir haftalik tozalovga kirganmiz, poklanishga. Ya'ni bizga keladigan hamma natija, hamma muvaffaqiyat, keladigan katta rizq biz toza holatimizda keladi. Shuning uchun poklanish treninglarini boshlaganmiz. Opa, shu poklanishda, tozalovdan o'zingizda bo'ladigan natijalarni aytingchi, nimalar bo'ldi, qanday holatda his qildingiz o'zingizni? Birinchi navbatda poklanishda uydan boshladim. Uydan o'zimni ham, uyda ham hammasini birgalikda oldim. Shunda telefonlarim o'zidan o'zi gruppalar o'chib ketdi. Zo'r tozalab ketayotganing birinchi signalida bu. O'zim hayron qoldim. Keyin seriallarni bir yaxshi sevib ko'ryapti. Serial bor edi. Shuni ko'rmoqchi bo'ldim. Televizorim ishlamay qoldi. Malades, ko'ryapsizmi, mo'jizalar, shunaqa mo'jizalar sodir bo'ladi. Bugunisi takroran beradi, bugunisi ko'raman dedim. Men bugunisi ham televizorim ishlamadi. Lekin o'sha serial tugaganiga ishlab ketdi. Malades. Zo'r tozalanish ketyapti. Demak, siz zo'r niyat qilibsiz, shu tozalanay, oyni tozalanay deb chiqindi praktikalarni yozdingizmi? O'zingizda qanday yengillik his qildingizmi? Qandaydir og'ir yukni ko'tarib yurgan ekansiz. Hozir qush uchadigan qushdek. Malades. Qanotimiz uchsa. Keyin qarang, shu poklanishni qilyapsiz. Sizga keladigan mehr, sevgi ortdimi yo'qmi? Rizqchi, rizq, daromadchi. Sezdingizmi? Malades. Shu narsa kerak edi, shuni his qilish kerak.